Filmda insoniyat yo'q bo'lish arafasida turganida kim tirik qoladi? Yaxshilikmi yoki shafqatsizlik? Bu filmda tirik qolish qoidalarini kim belgilaydi? Rik va uning jamoasi uchun bu savollar allaqachon javobini topgan. Bugun biz ularning hayot-mamot kurashining yangi sahifasiga nazar tashlaymiz. Boshladik. Rik o'g'liga Mishen bilan bo'lgan munosabati haqida gapirdi. Karl esa buni to'g'ri qabul qildi. U Mishen bilan juda yaxshi til topishardi. Ko'p vaqt yo'qotmasidan guruh Iso aytgan joyga tezroq yetib borish uchun yo'lga tushdi. Bu safar jamiyatni boshqaradigan asosiy a'zolar borayotgandi. Shuningdek, jamiyatdagi ishlarni boshqarayotgan Megi ham ko'ngilli bo'lib yo'lga chiqdi. Biroq kichik shaharchaga yetib kelishganida yo'l chetida ag'darilib yotgan avtomobilni ko'rishdi. Bu yaqinda qandaydir hodisa sodir bo'lganidan darak berardi. Iso bu manzarani ko'rib, sezilarli darajada xavotirga tushdi va bu uning jamiyatidan kimdir ekanligini tushuntirdi. Rik ehtiyotkorlik bilan bu tasodif juda g'alati ekanligini sezdi. Iso voqeani o'rganayotgan paytda Rik unga to'pponcha qaratib, hech qanday hiyla ishlatmasligini aytdi. Iso esa jamoasi aniq xavf ostida ekanligini ta'kidladi. Ularning jang qiladigan odamlari kam edi. Shuning uchun Rikdan unga qurol berishini so'radi. Deril uning so'rovini rad etdi. Ular izlarni kuzatib, omon qolganlar bo'lishi mumkin bo'lgan uyni topishdi. Bino ichiga kirish yoki kirmaslik muammo, chunki bu tuzoq bo'lishi ham mumkin. Rik tezda qaror qabul qildi. Ular ichkariga kirib, odamlarni qutqarish kerak, lekin Iso garovda qolishi lozim. Iso vaziyatning jiddiyligini tushundi va qo'llarini oldinga cho'zdi. Endi Rik uni kishanlashi mumkin. Rik Megiga Isoni kuzatib turishni va agar hushtak chalinganini eshitsa, uni o'ldirishga tayyor bo'lishni buyurdi. Guruh uyning ichiga kirib, tirik qolganlarni qidirish uchun bo'linib ketdi. Glen va Deril yo'lakda ikkita zombini uchratib, tezda yo'q qilishdi. Nihoyat ular xonada burchakka tiqilib olgan bir odamni topishdi. Bu orada Ibrohim qichqiriqni eshitib, shovqin tomon yugurdi. Shu payt bir odam titrab chiqayotganini ko'rib, refleks bilan bo'ynidan ushlab oldi. Uni o'ldirishga tayyor edi, lekin chiroq miltillab yonishi bilan u tirik inson ekanligini tushundi. Ayni o'sha paytda Deril hammaga orqaga chekinishni buyurdi, chunki ular qidirayotgan barcha odamlarni topishgandi. Rik ham ikkita odamni topdi. Iso yolg'on gapirmagandi. Endi ular yana birga yo'lga tushishdi. Glen esa qutqarilgan odamga qaradi. U dori-darmon bilan shug'ullanayotgandi. To'satdan erkak boshini ko'tardi. Megi unga hayrat bilan tikilib qoldi. U bundan foydalanib, o'zini Harlan deb tanishtirdi. Megi ham o'zini tanishtirdi va eri Glen haqida gapirdi. Shunda Glen uzoq vaqtdan beri xayolida bo'lgan savolni berdi. Harlan uni tinglab, Megiga qaradi va darhol hamma narsani tushundi. Eng yaxshi xabar esa Harlan ilgari akusher-ginekolog bo'lganini aytganda ma'lum bo'ldi. Siz meni qutqardingiz, demak bu sizning ham omadingiz, dedi u. Glen o'zini yelkasidan katta yuk tushganday his qildi. Axir past apokaliptik dunyoda farzand ko'rish juda xavfli. Ko'p o'tmay guruh Isoning jamoasiga yetib keldi. Biroq qo'riqchi minorasiga yaqinlashganlarida ichkariga kirish uchun qurollarni topshirishlarini talab qildi. Bu albatta imkonsiz edi, chunki Rik o'z odamlarini xavfga qo'ya olmasdi. Harlan oldinga chiqib, ularga kafolat berdi va o'zlarini hayotini saqlab qolganini aytdi. Shundan so'ng darvoza asta-sekin ochildi. Guruh jamiyatni kuzata boshladi. Bu joy Hilltop deb nomlanardi. Ichkariga kirishgach, ular baland yog'och devorlar va bitta ulkan binoni ko'rishdi. Bu yer oldin muzey bo'lganini taxmin qilish mumkin edi. Xuddi Iso aytganday, bu yerda odamlar chorva boqishar, sabzavot va makka-jo'xori ekishardi. Bu yer ancha osoyishta ko'rindi. Aholi asosan avtobus uylarda yoki vaqtinchalik qurilgan uychalarda yashardi. Iso yetakchi emas, bu jamiyatni barpo etgan odam. Umumiy binoda yashardi. Barcha guruh a'zolari uyning eski tuzilishini qiziqish bilan tekshirayotgan paytda yon eshik asta-sekin ochildi. Ichkaridan chiqqan kishi esa Hilltopning yetakchisi Georgiy edi. Georgiy g'alatiroq keksa odam bo'lib, darhol Rik va guruhiga avval hammomga kirib yuvinib oling deb maslahat berdi. U aftidan o'z jamoasining ustunligini ko'rsatmoqchi edi. Rik esa bunga qarshi chiqishni istamadi va uzoq safardan charchaganlari uchun yuvinib olish yomon bo'lmasligini o'yladi. Biroz vaqt o'tgach, Megi Georgiyning ofisiga bordi va hamkorlik masalasini muhokama qila boshladi. Shunda bu qariya yaramas Megiga ko'zi tushishi bilanoq ko'zlari chaqnab ketdi. O'zini ustun tutib, madaniyatni maqtay boshladi. Megi esa vaqtni bekorga sarflashni istamay, darhol muzokaraga o'tdi. Biroq Georgiy Rikning jamoasini doimiy ravishda masxara qildi. Ularning resurslarini kam baholab, Hilltopning buyukligi bilan maqtandi. U savdo
iste'dodi ustunlikka erishmoqchi ekani aniq edi. Georgiy ochiqchasiga Rikning jamoasida oziq-ovqat yetishmovchilik borligini aytib, agar odamlar to'yib ovqatlanmasa, hamma narsa qulashini bildirdi. Ochig'ini aytsam, sizda hech narsa yo'q, dedi u bepisand ohangda. Shu bilan birga u o'zini yaxshi odam sifatida ko'rsatib, yordam berishga tayyorligini aytdi, lekin tekin emas. Rikning guruhi cheklangan resurslarga ega bo'lgani uchun Georgiy ularning odamlari Hilltopda ishlash evaziga ta'minlashni taklif qildi. U ayniqsa Megiga e'tibor qaratib, uning go'zalligini ta'kidladi va kinoya bilan "Xo'sh, go'zalim, nima deysan?" deb so'radi. Megi Georgiyning so'zlarini eshitib, ichida g'azabdan yonib ketdi. Bu keksa iflos uni og'zaki tahqirlayotgandi. Megi kinoyali ohangda, "Sizning jamoangizda na o'q-dori bor, na tibbiyot buyumlari, biz esa bir-birimizga yordam bera olamiz", deb javob berdi. Shu payt Georgiy darhol muzokarani tugatganini e'lon qildi. Oradan biroz vaqt o'tgach, Hilltop jamoasining tashqariga chiqqan a'zolari qaytib kelishdi. Yuzlarida hayrat va qo'rquv aks etgan, faqat 3 kishi qaytgandi. Guruh rahbari qolganlar halok bo'lganini aytdi. Georgiy darhol ularni Negan o'ldirdimi? Axir biz bitim tuzgan edik, deb so'radi. Orqada turgan odam esa, "U biz juda kam narsa berayotganimizni o'ylabdi", deb javob berdi. Bu kutilmagan burilish hammani larzaga soldi. Rik va uning guruhi darhol aralashishga qaror qilishdi. Qaytgan kishilardan biri o'zini yo'qotib qo'ygandi. Asir tushgan odam uning qarindoshi bo'lishi mumkin va u Georgiyni o'ldirish orqali uni qutqarmoqchi edi. Ibrohim ham yordam berishga shoshildi, lekin tezda taslim bo'ldi. U odam uni shafqatsiz bo'g'ayotgandi. Yaxshiyamki Deril aralashib, uning qo'lini sindirdi. Rikning diqqat e'tibori chalg'idi. Bundan foydalanib o'sha odam uni yerga yiqitdi va pichoqni bo'yniga tiradi. Glen ham joyidan jilishga jur'at eta olmadi. O'sha odam agar kimdir yaqinlashsa, Rikni o'ldirish bilan tahdid qildi. Bu odam hech qachon Rik kabi shafqatsiz kishiga duch kelishni kutmagandi. Rik uchun har qanday tahdid qilgan odam yo'q qilinishi kerak edi. Bu uning hayot tamoyili. U odamni o'ldirgach, Rik o'rnidan turdi. Atrofdagilar esa unga qo'rquv va dahshat bilan tikilishdi. Ular uchun bu odam shu qadar dahshatli ediki, uning odam o'ldirishni shunchalik oson qabul qilishi ularni larzaga soldi. To'g'rirog'i, ular hali bunaqa narsalarni ko'p ham ko'rishmagan edi. Hozirda Rik yaxshi odamga o'xshamasdi. U qonxo'rlik va yovuzlik timsolidek tuyulardi. Shu payt bir ayol oldinga chiqib, Rikning yuziga musht tushirdi, lekin Mishen bunday harakatlarni indamay kuzatib turmadi. Iso tezda aralashdi va vaziyatni yumshatishga harakat qildi, chunki ikkala guruh o'rtasida qo'shimcha mojaro bo'lishni xohlamasdi. Axir bu hodisada Rik va boshqalar aybdor emas. Isoning aralashuvi bilan janjal tugadi. Georgiy esa hayotda qoldi, ammo og'ir jarohatlangan. Keyinroq guruh yig'ilish xonasiga keldi. Rik esa hayratda edi, chunki oldin ham Negan ismi tiliga olingandi. Deril ilgari duch kelgan odamlar ham Negan bilan bog'liq bo'lishi mumkin edi. Rik bu odam kim ekanligini o'ylay boshladi. Iso tushuntirish berdi. Negan najotkorlar deb nomlangan guruhga yetakchilik qiladi. Ular Hilltop devorlari qurilganidan keyin paydo bo'lgan. Ular Georgiy bilan bitim qilishgan, lekin o'z odamlaridan birini o'ldirishgan va hatto 16 yoshli bolani shafqatsizlarcha kaltaklashganini aytdi. Georgiy esa ularga qarshilik ko'rsatishga juda ojiz. Isoning nazarida u mukammal yetakchi emasdi, lekin u Hilltopni barpo etgan odam. Najotkorlar har oy Hilltopdan oziq-ovqat, chorva mollari va boshqa resurslarning 70% talab qilishardi. Evaziga esa ularga hujum qilmaslikka va'da berishgan. Deril nega ularni o'ldirmaganliklarini so'radi. Iso esa Hilltop aholisining aksariyati jang qilishni bilmasligini tushuntirdi. Rik najotkorlarning soniga qiziqdi. Iso aniq bilmasligini aytdi, lekin ko'pi bilan 20 nafarini ko'rganini esladi. Ibrohim esa ochiqchasiga bir oy oldin ularning odamlarini portlatib yuborgandik, dedi. Deril qat'iy ravishda, biz Neganni va uning najotkorlarini o'ldiramiz, evaziga esa bizga biroz ovqat va bitta sigir berasiz, dedi. Iso bu taklifga qiziqib qoldi, chunki u ham kurashdan qochadigan odam emas, biroq u yetakchi emasligi uchun avval Georgiy bilan maslahatlashish kerak edi. Oradan vaqt o'tgach, Georgiy Megi bilan muzokaralarni davom ettirish istagini bildirdi. Bo'lgan voqealardan so'ng Georgiyning mag'rurligi pasaygandi, biroq u hali ham najotkorlardan qo'rqardi. Rik va uning jamoasi bunga qodir ekanligiga shubha qildi. Megi Georgiy bilan yuzma-yuz kelib, unga Negan kabi odamlar bilan ilgari shug'ullanganliklarini va o'sha odamlar hozir o'lik ekanligini aytdi. U shuningdek
Xiltopning asirga olingan a'zolarini qutqarib olishlarini ishonch bilan aytdi. Diana Megini yordamchi qilib tanlagandi. Buni sababi bor. Megi ketishidan oldin jiddiy talab qo'ydi. Ular Xiltopga yetib borish uchun o'z jamoalariga yarim miqdordagi resurslarni qaytarib olib ketishlari kerak edi. U Georgiyning rad etishidan qo'rqmasdi va agar u Negan bilan ittifoq qilsa, faqat ularni yanada ekspluatatsiya qilishi mumkinligini aytdi. Agar ishlar shunday davom etsa, Xiltop uyda hech narsa qolmaydi. Nihoyat Megi muzokaralarda muvaffaqiyat qozondi va Georgiy shartlarga rozi bo'ldi. Rik jamoasini jo'natishdan oldin resurslarni o'z jamoasiga qaytarishga qaror qildi. Shuningdek, u avvalgi ziddiyatda ishtirok etgan odamni ularning qatoriga qo'shilishga ishontira oldi. Bu odam Neganning bazasini ta'minlash bilan shug'ullanar va bu haqida qimmatli ma'lumotlarga ega edi. Ketishdan oldin Megi va Glen doktor Harlan bilan uchrashib, to'liq tekshiruvdan o'tdilar. Yaxshi xabar shuki, ularning bolasi sog'lom edi. Bir necha daqiqadan so'ng Rik va boshqalar uylari tomon yo'l olishdi. Yo'lda Glen doktor suratga olgan rasmlarni Mishenga berdi. U hayajon bilan tomosha qila boshladi. Mishen ular uchun xursand bo'ldi, lekin bunday qiyin davrda buni olish biroz afsuslanarli edi. Ibrohim esa hasad tuyg'usiga duch keldi. U ham bola istardi, lekin Glen kabi jasorat va qat'iyatga ega emas edi. Tirik qolish uchun kurash. Rik va uning odamlari yana bir halokatga duch kelishadi. Ularni oldinda qanday xavf kutayotganini hali bilishmasdi, ammo bitta narsa aniq, orqaga yo'l yo'q. Negan va najotkorlar bilan to'qnashuv muqarrar. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like bosing va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Tez orada yana uchrashguncha xayr.